Kaminaning nomlari bosmagan. Olmay usta. Ha keling. Usta bu o'g'ilda kanikulga chiqib bekor chiqib qoldi. Ko'chaga qarab chiqib ketyapti. O'shanga bir shogird olib hunaringizni o'rgating degan. Mayli. Qani boshlanishga ish birovchi? Qani tozalanchi? Haddagar vala. Sog' bo'linglar. Ustaga bo'shmisiz? Ishim juda zarur. Shunaqa shoshilyapman. Sochimni qanchada kaltalab berasiz? Ha u 20 atlarda katalab qo'yaman. Bo'ldi aka, bo'lmasa buni oling. Men 20 minutda kelaman, hop. Qoch oyoqda qalaq qilma. Nima qilyapsan? Choy olishni o'rganyapman. Keyin o'rganasan. Sochiqni olib, yuvib, yoyib kelgin. Qaytib kelsang, oyoqlarni supurib tozalab qo'yasan. Bor o'qan. Ustoz, uyingizda boshqa ishingiz yo'qmi? Qo'shib qo'yaman. Tira qali. Uka to'qacha? Aka, qiz yo'q-ku, topilib qolar. Usta aka, bo'shmisiz? Ha, bo'shman. Manchi? Ha, ayol kishi qarab turmaydi erkaklarchida. Sanikini keyin olaman. Tur. Kelar. Endi biz siyosatdan yiroqdamiz, aralashmaymiz. Men olib keldim, ustoz. Nima bu? Ustoz, o'zingiz aytdingiz-ku, eng zo'r shamponni olib keldim. Hamma mana shuni maqtadi. Mana shu eng zo'r ekan. Pushti ko'p berar ekan. Ha, bu Yevrovash mashina yo'ygan shampuni. Bor o'qat pulni qaytarib olib kel. Mana shu shogird qilgandan biriniki bo'lmaydi. Ye, to'ybala, o'rmasinlar endi, usta qalla. Chikitodilar. Ha, mayli-da to'ybala. Ancha qo'ldan kelib qolgandir, soch-soqol olish. Qani bitta mahoratingizni ko'rsatingchi, nima o'rganibsiz? Dada, yog'ingiz ko'tartiring. To'ybala, parotqiga qarang. Men sizga nimani o'rgandingiz shuncha paytda emas, soch-soqolni oling deyapman. Men faqat polartishni o'rgandim, xolos. Ha, mayli-da. Ustoz, mana kelaring, dadam kutib turibdilar. G'oshimbek, kesillar. Pishkibdilar. Ha, bu o'g'lingiz usta rozi qilamiz ekan dedilar. Ziyofatga keldim. Qanaqa bo'ladi endi bag'i? Zo'r bo'la, bag'ida o'ylamang. Men sovg'am bor mana. Gucci. Mana shu sovg'ani oling-da. O'g'ilchadan rozi bo'ling. Ha, endi qarshi bo'lmasangiz, chetda ochib ko'ramiz-da endi. Bemalol. Nima bu? Ha, bu pollatda. Ya, Ha, endi o'g'ilta shuncha yoningizda yurib, sartaroshlikda emas, farroshlikda o'rganibdilar. O'shanga mana shu pollatdaga rozi bo'ladilar-a? Qani olmang. Qorangizni ko'rmang. Yo'qaring. Mana uni ham olib ketdi. Boplading. Usta, sochni yuvib qo'ydingizmi? ha, hozir. Shogird, javonda soch turadi. Hurmatingizni oldi. Ana amakin chochini aytyapsizmi? Kecha Lo'li chigal choch so'rab kelib, o'shanga sotib yubordim. Nima dedi? Men u qizga sochim bor deb qo'yganman. Topib berasan sochni. Kim o'ylashyapti men bilan? Aka, sadaqa qiling. Seni kim kirgizdi bu yerga? Bor chiqib ket, sadaqa yo'q. Aka, beravering, kepka zavod xo'jayinisiz-ku. Bor ertaga beraman. O balacha, nima qilib yotibsan bu yerda? Ertaga kel dedingiz-ku, boradigan joyim yo'q. O'shanga sadaqa berishingiz kutib yotibdi. Erkak bo'laylik, Hamidullo. Nimaga? Kecha qarasam, cho'pa-cho'p so'rib yuribsiz ekan qizlarga o'xshab. Erkak odam mira yemaydimi? Mana u sizga. Erkak bo'laylik. Bizga meraydi. Brat, detskiymi siz bor ya anaqa? Sumbot epa. Nima deyapsan? Sunnatulloh gapingga tushunib bo'lmayapti. Azimat opa.
Valla bo'ya mikrofon oldim. Nima bo'lyapti o'zi? Haldan beri nimadir deyapti. Gapiga umuman tushunib bo'lmayapti. Nima deyapsiz? Nima sabato? Mana bo'ya mikrofon toqaylikcha ovozi xira kelyapti-da. Voba. Qani endi gapiringchi? Fa. Ana endi eshitib ko'ramiz. Aka, shu atrofda hojatxona bormi? Qista ketdi. Yuka, mana shu ko'chadan chapga burilasiz, oq eshik bor. Yuguring. Ha, Sunnatulla, nima to'xtab qoldingiz? Aka, bo'ldi, ishimni bajarib bo'ldim. Sunnatulla, kiting bo'lingiz bor. Buna holat bo'ladigan bo'lsa, yo pampers taqishingiz kerak, yo bo'ya mikrofonlarni taqib yurishingiz kerak. Qaysini tanlaysiz? Bo'yan tanlayman, aka. Ketdi, o'tib, atotga chiqaylik. Ha, bo'pti, davay, ketdik. Kelinglar balla. Ama aka, kachilar nech pul? 10 mingdan 20 ming bo'ladi, keling. Ama aka, pulim 5 minglikda tushirib qo'yaring. Ha, 5 mingga to'g'ri kelmaydi. Va pulingni to'g'irlab kel. Ama aka, sizni kachilingiz nech pul? Ish puling bor o'zi. 5 ming. Ay, yur o'zim tushirib beraman. 7, 8, 9, 10. Yo, bo'ldi, Mamat, shu xolosmi? A pulingga yarasha 5 minglik bo'ldi-da.